Osiyo opa, necha yoshga kirdingiz? 47 yosh. Yoshligingizda nimalar yerdingiz? Yoshligida nima yerdik? Mazza qilib, qayerga borsak, qayerda yaxshi gapirishib, yaxshi dasturxon tuzilsa, o'sha joyga borib, mazza qilib ovqatlar nima bersa yeb yurardik xursand bo'lib. Qanaqa vitaminlar ichdingiz? Qanaqa vitamin biz bilasizmi? Qanaqa kaloriyali ovqatlarni, samsa, mantilarni yerdik, qo'y go'shtida qozon kaboblarni yerdik. Bizga hech qanaqa vitamin kerak emas. Nimalar mumkin emas deb yemasdingiz Osiyo opa? Davleniyam oshadi deb qo'y go'shtlarni yemasdik. Qarib uradi deb doktorlar ko'p aytishardi. O'shaning uchun go'sht mahsulotlarini kamroq yerdik-ku, lekin shirinliklarni, pirojnilarni yaxshi ko'rardik. To'plagan pulingizni nima qildingiz? Nima qilardim? Bolalarimga berdim. Bittasiga tilla, ikkinchisiga tilla, har xil narsalar olib berib, ularga har xil narsalar qilib berdim. Mana endi hozir o'tiribman endi. Oyoqlarim og'riyapti, bo'g'imlarim og'riydi, o'tirib turish juda ham qiyin. Desa kasal bo'lib qolaman, shu bolalarga xijolat. Doktorga olib bor degan, lekin boshqa ilojim yo'q. Osiyo opa, necha yoshsiz? Men alhamdulillah 40 ga kirdim. Endi bu yoqqa 40 dan dal 50 ga qarab. Osiyo opa, lekin 40 dan o'tganman deyapsiz, lekin umuman unaqa o'xshamaysiz. Nima ovqatlar yeb yurasiz o'zi? Ayol kishini yosh bo'lishi, chiroyli bo'lishi, o'zi umuman insonni yosh bo'lib yashashiga ulardagi gormonlarning o'rni juda ham muhim. Gormonlar joyida bo'lishligi uchun esa gormonlarning ovqatini vaqtida berib yurish kerak. Gormonlarning qanaqa ovqati bor? Gormonlarning ovqati bu bizning yeyotgan ratsionimizdagi yog' bilan oqsillar. Demak, sizni 40 yoshda ham shunaqa yosh ko'rinishingizga yeyotgan ovqatingizga ta'siri bor ekan-da. Albatta. Hozirgi kunda bizda imkoniyatlar ko'p. Masalan, biz defitsitlarimizni yopish uchun birinchi o'rinda analizlar topshiramiz. Vitaminlar postoyanno doimiy ichib yuraman, chunki men stressdagi insonman. Doim odamlar bilan muloqot qilaman. Odamlar meni energiyam oladi. Mana shunaqa paytda men energiyani to'g'ri taom, ya'ni oqsilli taomlar, foydali yog'lar, salatlar va vitaminlardan olaman. Mana shunday qilib yursam, men o'sha 25-30 yoshdagi ayollardagi yosh yura olaman va bu narsani mana mendan ko'rsangiz bo'ladi. Lekin oldingi zamonlarda bunaqa imkoniyatlar bo'lmagan. Ko'proq ayollar xamirli mahsulotlarni yeyishgan, o'zlariga o'xot qilmagan, hech qanaqa vitaminlar ichishmagan. Shuning uchun oldingi zamonda 45 yoshli ayol bilan hozirgi zamonda 45 yoshli ayolni qo'ysangiz, o'rtalarida juda ham katta vizualni ko'ra olasiz. Topgan pulingizni nima qilasiz? Hozir masalan topgan pulimni men birinchi o'rinda ilmga investitsiya qilaman. O'zim ilmli bo'laman va topgan pulimni farzandlarimni ilmiga investitsiya qilaman. Farzandlarimga nimadir olib qo'yishdan ko'ra ularni ilmli qilsam, ular ham kelajakda o'zlari uchun o'zlari pul topadi. Masalan, bir xilga ota-onalar bor, farzandlariga nimadirlarni olib qo'yadi va ularni ilmiga investitsiya qilmaydi va sog'lig'iga investitsiya qilmaydi. Inson birinchi o'rinda sog'lig'iga pul tiksa va ilmga pul tiksa, ana shu ilm bilan, ya'ni saqlangan sog'liq bilan ilmidan qayta biznes qilaveradi va o'ziga yetuklikka erishaveradi. Ya'ni karyerning ro'sti juda ham zo'r bo'ladi. Agar kim faqat uy olib qo'yishga, faqat mol-dunyo olib qo'yishga sarflab sog'lig'iga pul tikmasa va yeyotgan mahsulotlarga e'tibor qilmaydigan bo'lsa, ana shu uylarda yashash uchun odamlar sifatli va uzoq umr bo'lish kerak. Mana shu narsani sog'lig'ini qo'ldan boy berib qo'yadi. 40 yoshda ham, 50 yoshda ham oyog'ingiz qars-qurs bo'lmasdan o'tirib turib bemalol ibodat qilishni, qorningiz 5 ta tug'sangiz ham tekis bo'lishini xohlasangiz va bundan tashqari boshqa kerakli ma'lumotlarni va qarimaslik uchun qanday vitaminlar ichishni ham o'rganishni xohlasangiz, meni kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Men sizga eng kerakli ma'lumotlarni berib boraman.